O'zbekiston milliy terma jamoasining sentyabr oyidagi o'yinlari ma'lum bo'ldi. Salom qadrli futbol muxlislari, sizlar bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib ketishni unutmang. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. UEFA Nations Cup 2025 turnir qachon boshlanishi va qaysi terma jamoalar ishtirok etishi ma'lum bo'ldi. UEFA matbuot xizmati joriy yilda o'tkaziladigan UEFA Nations Cup 2025 musobaqasida qatnashadigan terma jamoalar ro'yxatini rasman e'lon qildi. Xabarga ko'ra, UEFA Nations Cup 2025 turniri 29 avgustdan 8 sentyabrgacha davom etadi. Bu yilgi musobaqaga ham O'zbekiston mezbonlik qiladi. Turnirda ishtirok etuvchi jamoalar soni 2 ga ko'paydi. Ilk bor Malayziya va Ummon terma jamoalari ham mehmon sifatida qatnashadi. Guruh bosqichi o'yinlari Tojikiston va O'zbekistonda bo'lib o'tadi. Final bahsi esa yurtimizda tashkil etiladi. Quyida chempionatda ishtirok etuvchi barcha jamoalar ro'yxati bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Unga ko'ra O'zbekiston, Eron, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Qirg'iziston, Ummon va Malayziya. Ma'lumot uchun qur'a tashlash marosimi 3-iyul kuni bo'lib o'tadi. Bundan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston milliy terma jamoasi sentyabr oyida kamida 3 ta terma jamoa bilan o'yin o'tkazadi. Agar guruhda birinchi o'rinni egallasa, finalda, agar ikkinchi o'rinni egallasa, 3 va 4 o'rin uchun kurashadi. Qadrli futbol muxlislari, siz nima deb o'ylaysiz? Bu galgi UEFA musobaqasida O'zbekiston terma jamoasi chempion bo'la oladimi va Erondan alamli mag'lubiyat alamini torta oladimi? Albatta, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa bir dona like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.